Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz rudali foydali qazilmalar. Nima? Ruda o'zi nima? Ruda qanday turlarga bo'linadi? Rudani qanday turlari bor? Shular bo'yicha gaplashamiz. Rudali foydali qazilmalar bu tarkibida metal foydali komponent metal hisoblanib, metal olish uchun qazib olinadigan foydali qazilmalar rudali foydali qazilmalar deyiladi. Rudali foydali qazilmalar qanday metaldan tashkil topganligiga qarab, oltin tarkibli rudalar, mis tarkibli rudalar, masalan, temir tarkibli rudalar qanday metal saqlaganiga qarab bo'linadi. Endi u qanday ruda o'zi minerallardan tashkil topgan, qanday minerallardan tashkil topganligiga qarab yana 3 turga bo'linadi. Sulfit tarkibli rudalar, ya'ni tarkibida metal, oltin gugurt bilan birikma hosil qilgan bo'lsa, bunday rudalar sulfitli rudalar deyiladi. Agar metal kislorod bilan birikma holatda joylashgan bo'lsa, kislorod tarkibli mineral bo'lsa, bu oksidli ruda deyiladi. Agar metal, foydali metal hech qanday elementlar bilan birikmagan holatda, sof holatda joylashgan bo'lsa, bunday rudalarni biz sof rudalar deymiz. Ba'zan o'sha sulfitli rudalarning yer yuziga yaqinlashgan qismida atmosferadagi o'sha kislorodning ta'siri natijasida oksidlanib qoladi. Natijasida aralash rudalar hosil bo'ladi. Ya'ni sulfitli rudalarning ichida oksidlangan minerallar mavjud bo'lib, bu aralash rudalar deyiladi. O'zi savol tug'iladi. O'sha videorolikni to'xtatib, o'zlaringizga savol berib ko'ringizlar. Ruda o'zi nima? O'ylab fikrlab bo'lgandan keyin yana videoni davom ettiringizlar. Ruda o'zi tarkibida foydali komponent saqlagan, hozirgi zamon texnika va texnologiyalar natijasida o'sha foydali komponentni ajratib olish iqtisodiy tomondan effekt bersa, bunday foydali qazilmalarga ruda deyiladi. Rudani qanday metallardan tashkil topganligiga qarab biz aytib o'tdim, nomlanadi. Mendeleyev davriy sistemasida joylashgan barcha metallarni biz ikkita guruhga bo'lamiz. Bizga ustozimiz professor Abdurashid Soliyevich ustozimiz juda chiroyli hamda tushunarli tarzda bizga klassifikatsiyalab o'rgatgan bizga. Ya'ni metallar asosan ikki guruhga bo'linadi. Qora metallar, rangli metal. Qora metal o'rniga o'sha temir, marganez, xrom kabi metallarni kirgizadigan bo'lsak, rangli metallarning o'zi ham yana bir nechta guruhlarga bo'linadi. Asosiy og'ir metallar, asosiy yengil metallar, qimmatbaho metallar, kamyob metallar. Kamyob metallarning o'zi ham bir nechta guruhlarga bo'linadi. Ya'ni o'sha metallardan tashkil topgan, o'sha metallarni ajratib olish uchun qazib olinadigan foydali qazilmalar rudali foydali qazilmalar deyiladi. Rudali foydali qazilmalarda mana buni biz ruda deydigan bo'lsak, rudali foydali qazilmada metal va keraksiz qismlardan tashkil topgan. Ya'ni keraksiz qismga o'sha qum, glina, boshqa metal tarkibga ega bo'lmagan kvars, qum bo'lishi mumkin. O'shalarni keltirishimiz, mana bu metal bo'lsa, plus ya'ni asosan keraksiz jinsimlar va ma'lum bir miqdorda metallardan tashkil topgan. Shuning uchun ham rudali foydali qazilmalar boyitiladi. Ya'ni boyitilishiga sabab tarkibida foydali metal juda kam miqdorda mavjud. Masalan, mis rudasini oladigan bo'lsak, 1 tonna rudani tarkibida maksimal, endi o'rtacha deymiz, 3,5 kilogramm mis mavjud. Ya'ni 1 tonna mis rudali foydali qazilmaning tarkibida 3,5 kilogramm mis bor. O'shaning uchun ham rudali foydali qazilmalar boyitiladi. Bugungi mavzuyimiz qisqacha rudali foydali qazilmalar bo'yicha edi. Endi keyingi darsligimizda o'sha rudali qazilmalar, foydali qazilmalar qazib olinib, maxsus transport yordamida boyitish fabrikalariga yuboriladi. Boyitish fabrikalaridagi
tayyorlash jarayoni, asosiy jarayon hamda yordamchi jarayonlarni bosqichma-bosqich o'rganamiz.